Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga Allohning salovati va durudlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo barchamizga tavfiq, hidoyat bersin, birodarlar. Kecha biz bir janozada bo'ldik, birodarlar, va u mayitni qo'yguncha ham o'sha yerda turdik. Mana bu turgan holatda men o'sha mayitni egasi bilan bir paytlar bir suhbatdosh bo'lib, bir ko'matada gaplashib o'tirgan kunlarim esga tushdi. Va o'sha esga tushgan holatda yana bir seskandimda qarasam u birodarni bugungi kunda o'sha holatda yana aytdimki, birodar ko'milyapti buncha. Ustidan turpa tashlashyapti. Qarang birodar, umr shunchaki, ya'ni insonlarga ko'p tuyuladi, va lekin bu umr oz aslida. Bu ozligini his qilgan inson, ozligini tushungan inson, bu tafakkur qilgan inson bo'ladi, birodarlar. Asli birodarlar, bu Qur'on va Rasulullohning yo'nalishi siz bilan bizga najotdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytdiki, mendan keyin ikki narsa ushlasalar adashmaysizlar dedi. Adashmaysizlar dedi. Bu nima desa, bu Allohning kitobi va mening sunnatim dedi. Demak, insonning hayotida Allohning kitobiga ergashsa, Rasulullohning hadis va sunnatlariga ergashib yashaydigan bo'lsa, bu inson adashmaydi aslo va mana bu hayotda ham baxtli yashaydi. Oxiratdan baxtli yashaydi, birodarlar. Asli nima uchun keldi? Inson savol qilsin. Hayotda asli kelgan narsamiz bu ibodat, birodarlar. Alloh azza va jalla oyatlarda "Va ma xalaqtul jinna val insana illa liya'budun" dedi. Men jin va inson toifasini o'zimga ibodat qilishni yaratdim, Alloh azza va jalla. Demak, maqsad inson toifasini ham, jin toifasini ham ibodat uchun yaratdi. Ibodat qilgan insonga albatta oxiratda yaxshilik bor. Ibodat qilmagan insonga oxiratda faqat xorlik va azob bor, birodarlar. Chunki bu dunyo imtihon maydoni, birodarlar. Bu dunyo faqatgina dunyoga cho'kadigan, ya'ni makon emas yoki boshqa narsa bilan o'g'rilgan makon emas. Bu hayot faqat sinov, birodarlar. Demak, biz mana bu gapirsak, albatta Allohning so'zidan, Rasululloh so'zidan albatta bilgan inson uchun bu gap ko'p, bilmagan inson uchun bu o'ziga ko'p gapirish ziyon. Demak, biz aytamizki, birodarlar, bir hadisni eslatamizki, barcha musulmon aka-uka birodarlarga, u xoh qo'shnilar bo'lsin, xoh jamoat do'stlar bo'lsin, xoh yaqin birodarlar bo'lsin. Mana bu birodarlarga bir eslatib aytamizki, bir mashhur bo'lgan bir hadisni. Ali roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, qaysi bir kishi ertaman bir birodarni ziyorat qiladigan bo'lsa, unga 70 ming farishta to kechqurungacha unga salovat aytadi dedi. Uni haqqiga. Agar u birodar agar u inson kechpayt, ya'ni kechkimal inson ziyoratga boradigan bo'lsa, bir musulmon birodarni, to tong otguncha unga 70 ming farishta unga salovat aytadi dedi. Va Rasululloh hadis davomida aytdilarki, va unga jannatdan bitta bog' beriladi dedi. Qaysi amal uchun? Bir musulmon akangiz, ukangiz, qarindoshingiz, birodaringiz, qo'shningiz Alloh uchun borsangiz, undan manfaatdor bo'lib emas, biron bir narsani xalqqa bersa, biron bir narsani pulini olsam, bir ishni butirsam deb emas, faqat xolis Alloh uchun chin yurakdan yaxshi ko'rib, agar u insonni ziyoratiga boradigan bo'lsangiz, jannatdan sizga bitta bog' beriladi, deyapti. Va 70 ming, 100 ta emas, 70 ming, 1000 ta emas, 70 ming farishta sizga agar ertaman borgan bo'lsangiz, kechpaytgacha salovat aytadi. Agar kechpayt borsangiz, ertaman sizga salovat aytadi. Bu holatda agar Alloh yuzlanadigan bo'lsangiz, naqadar go'zal o'lim bo'ladi. Naqadar go'zal o'lim, birodarlar. Shuning uchun, birodarlar, hayoti davringizni mana bunday oshiqcha narsani o'tkazmang. Dunyo deb turib diningizni unutmang, birodar. Biz bugun mana shu yerga ozgina bir birodarlar bilan, akalar bilan mana ziyoratga chiqdik. Mana bu tafakkur yer, bu adillar, bu tog'lar, bu osmon, bu yerlar, buni yaratgan faqat Robbisi Alloh azza va jalla. Bunday adilni to'plab, oddiy bir qarasangiz bu tuproq yerlar, buni bir to'plab bir inson buni qilishga kuchi ham qodir bo'lmaydi. Lekin bu tog'larni baland qilib qad rostlagan Alloh azza va jalla, bu adillarni mana shu holatga keltirgan Alloh azza va jalla, osmonni tepamizga buni qopqoq qilib va bundagi bulutlar o'zidan o'zi aylanishligi, quyosh, oy navbatini almas chiqishligi, bular Allohning qudrati. Shuning uchun, birodarlar, bu hayotda ibodat qilib qo'ysangiz, oxiratda sizga najot bor. Agar ibodat qilmasdan Allohga isyon qiladigan